she'rlarni bir yoqqanlarini bir agar nima deydi kuyga bastalash iloji bo'lsa bir xalqqa yetkazish kerakdi. Agar tushsa-da endi kuyga biz endi o'zimizcha shundan hozir bir haqdorlar haqqiga degan she'rim bor, shuni bitta eshitib ko'ring. Qanday yoqadimi sizga? Bismillah. Haqdorlarim bugun sizga sabr tilab, ko'zimda nam oq qog'ozni qoralab, bugun sizdan so'rayman imkoniyat, ranjimangiz bir kun menga bordir najot. Qator qator kelyapsizlar ey haqdorlar, bezotadir oilami ota-ona farzandlarim, ko'p ko'yinman qarzlarimni uzadirmen, Alloh bersa boyliklarni ko'radirmen. Ota-ona yaqinlarim bo'yni egik, najot bersin ukamga deb bag'ri ezik, men ulardan bir umrga minnatdormen. Ibrohimjon, Ozodjon, Ismoil va Mehrojondek o'g'lim bordir. Haqdorlarga qarab ular ezildilar, dadam yo'q deb darvozadan poyladilar, yolg'on yashiq so'zlar bilan ketkizdilar. Hammasiga sababdirman men notavon, har tomondan qator qator toshlar yog'di. Yusuf qarz deb dushmanlarim qarsak chaldi, g'animlarim xursand bo'lmay duo qiling, payg'ambarlar ko'rgan ekan qarzdorlikni. Allohimning sinovidir musibatlar, gunohlarga kafforatdir bu azoblar. Umid qildim shunday bo'lsin ey azizlar, payg'ambarlar ko'rgan ekan biz ko'rganni. Begonadir do'stlar bugun yordam qildi, havas qilib farzandin ismini Yusuf qo'ydi. Yordam qilgan do'stlarimdan xursanddirmen, ikki dunyo ular bilan birgadirmen. Mana shularni bir e'tiborga olib eshitib ko'rasiz. Ma'qul kelsa, agar bahslash iloji bo'lsa bir qaraysiz. Ko'p bu she'rlardan Xudo xolisa Umidbek do'stim. Mayli omon bo'ling.